Merhaba. Devremizde tebessülerimiz olmuş. Sizlere yavaş teşvik bulmaklara. Bugün hürmetler için. Önlerimizden tutup her sektör aldı. Onları bu boyutlar böyle tuttum olsak. Merhaba. Bezim başlandı. Gelin güllerimize bir karan, türde yanmayan, turuptıra, yerleşip cüde, toylar mübarek, neyledi şadan. Esselamu Aleyküm, toy devresinin aziz meymanları. Kolları mudam duada bulgan, kalbi mudam kudada bulgan, atahanları, anahanlar. Özlendi yakşı niyetleri bilen, özlendi yakşı istekleri bilen, bugün toyxanamızı doldurup oturgan, aka ülkeler, opa singiller, uzak yakınlarken yavru dostlar, biroderler. Bugün toy, mahalle köyde. Didarlaştık bugün şu günde. Kuş gelipsile. Aziz mimarlar, sanatçılarımızın koşukta köyde. Yazdı bugün sizge Desturxan, Kerim bu hakemleri köngülleri şadan. Farzatları bilen, durup hizmette, siz azizler bugün izzette. Hakikaten bugün elimizni, yurtumuzni, hürmetine, itibarına serzavar olgan yine bir acayip hanadan. Açık göngil, toy sever hanadan, balacan hanadan, alaverse karan şundin bir acayip gününe, farzatlarını baktı nikah akşamına, hemmenizi çağırlap, özünü kuvancı bilen, özünü şaldığı bilen, siz o biz birgelikte bakan görüp tuttular. Azizler, toy tamaşa, yakşı gün mudamatlarımızda. Dost yarımız, karındaş doğanımız, toy vergende paramız, özümüzün niyetlerimizi aytamız, alaverse toyana alıp paramız. Bugün Emre Kerim boykemlerini, rozgil apamlarını, kuvaçları çeksiz. Bugün Hasan boykemler bilen, Miyesler apamları, kuvaçları çeksiz. Ulanı, farzantlarını baktı akşamları. Toylarınız mı arayın? Bugün Mene Kerim boykemleri, rozgil apamlarını, Hasan boykemu, Miyesler apamlarını, şu yakşı gün bilen, şu toy bilen, mübarek battıraman. Gözleriniz aydın, toylarınız mı arayın? Kuday uzakından kuvandırgay. İkkele yaştan ne ki niyetleriniz bolsa, Allah'ın ızı yetketsin. Toylarınız mübarek, yaşlarımız baktlı olsun, koşa karısın, hizmetleri büyüsün. Gelesiyle Hasan Boyken bilen müyesser yapam, karındaşları bilen birgeleşip, koşa bir işlerine gelip, mübarek batkına otursunlar. Azizler, bugün karın şu yerde, şu yurtta acayip hürmete, itibara,
sazovor bo'lgan Karimboy akam do'stlari bilan, qarindosh to'g'ani bilan davrani gavjum qilib turibdi. Ruxsat bersangizlar, jamoa xo'jalik boshqaruvi nomidan, qolaversa shu el-elot nomidan, keksa otaxonlarimiz va onaxonlarimiz nomidan bugungi baxtli oqshomni to'y davrasini ochib berish uchun so'zni shu jamoa xo'jalikda ko'p yillar rahbarlik lavozimlarida ishlab kelgan, qolaversa shu jamoa xo'jalikni gullab yashnashida o'zini katta hissasi bor. Bugun ham elda katta hamisha el bilan, yurt bilan birgalikda bo'lib keladigan inson Bayram akam g'oyib bo'lib iltimos qilaman, to'y davrasini ochiqlab e'lon qilsalar. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi Noyiblar xonadonining aziz mehmonlari, aziz eldoshlar. Ana to'yga reislik qiluvchi ukamiz aytganlaridan bugun qishloqimizda, elimizda ajoyib bir tantanali kecha. Azizlar, bu xonadon sohiblari haqida, Noyiblar xonadoni ularning tarixi haqida ustozimiz Hajota juda ko'p oldingi to'ylarda yaxshi gaplarni gapirganlar. Men ham ular bilan ana shu yoshimni birga yashab keldim. Ular bilan tanish, bilish, juda ko'p narsalarni ulardan o'rganib hayotga qadam qo'yganman. Ana shu xonadonni eng kattasi Bayraton qishlog'imizdagi madrasa bitkazgan ulamo kishilardan bittasi. Qishloqni sovetlashtirish davrining faol ishtirokchisi hamda hisob xodimi bo'lib xizmat etgan. Ibrohim akam bilan birga ishlashdim. Urush vaqtlaridan boshlab ta oxirgi 80-yillarga kelguncha ana shu qishloqni rivojlantirishda, uni gullab yashnashida, boy badavlat bo'lishida, xonadonlarimizni madaniy hayotini ta'minlashda juda katta xizmat qilgan ajoyib inson edi. Shu xonadon sohiblarini qaysini gapiradigan bo'lsak, jumladan Remboyni aytadigan bo'lsak, tumanimizning suv xo'jaligini rivojlantirishda, qishloqimizni gullab yashashida juda katta xizmat qilgan odam. Hammasi shunday. Kattadan kichkinasi elimizni o'ti bilan girib, tuli bilan chiqib gapirgan odamlar. To'y sohibi Karimboy qishloqimizdagi ana shu Makkarimov, Allovergan Makkarimov nomli maktabda o'qituvchilik qiladi. Alisher Navoiy so'zi bilan agar ta'riflaydigan bo'lsak, kimiki bitta harf o'rgatsa ranjila, qarzin ado etalmasdan 100 ganjila dedi. Shunday bir buyuk, ajoyib ulug' inson. Bugun azizlar ana shu xonadonga gelin kelib tushdi. Gelin ham yuqorida reislik qiluvchi ukamiz aytganlaridan Kamoliddin aka farzandi Hasanboyning qizi Dilnozaxon. Xudoyim ajoyib ezgu niyatlar bilan shu xonadonga gelin bo'lib qadam bosib kelgan qizimiz o'zi bilan birga baxt, saodat, olam quvonch olib kelgan bo'lsin. Akmalxon bilan birga qo'sha qarib baxtli uvali juvali bo'lsinlar. Ularning yaxshi kunlarida el-elot birgalashib to'ylarında Tayrıklar xonadonini quvonchida sherik bo'lmoqni Xudoy taoloning o'zi nasib etsin. Azizlar, bugungi ana shunday misol oqshomida xizmat qilish uchun qishloqimizning ajoyib sozanda yigiti, xonandasi ana Muhammad Qur'on Qilichov boshliq bir dasta san'atkorlar bugun xizmatingizga tashrif buyurganlar. Ularning ishlarini ham muvaffaqiyat tilaymiz. Azizlar, men sizlarning ruxsatingiz bilan bugungi to'y tantanali kechasini ochiqlab e'lon qilaman va oldilarimizga tortilgan barcha noz-ne'matlardan tanovul qilib, ana shu xonadon sohiblarining quvonchiga sherik bo'lib, quvonib ana shu to'y tantanasini o'tkazishingizni sizlardan iltimos qilaman. Katta rahmat.
Katta rahmat sizga, ming rahmat. Sog' omon bo'lg'aysiz ilohim. Aytgan niyatlaringiz, istaklaringizga farishtalar amin degay. Yoshlarimiz baxtli bo'lg'ay, qo'shan qarag'ay. Xudoyim uzoqdan quvontirib, ularning baxtini ko'rish, ularning kamolini ko'rish. El yurt bilan birgalikda Karimboy akamu, Ro'zgul opamlara, Hasanboy akamu, Muyassar opamlara nasib qilgan bo'lg'ay. Ina bayram akam to'y davrasini ochiqlab e'lon qildilar. Azizlar, qarasangiz oldingizda shunday bir ajoyib nozik ne'matlar Xudo xolasa yana tortiladi. Marhamat. Bemalol yeb ichib san'atkor do'stlarimizni ajoyib qo'shiqlaridan hordiq chiqarib o'tirasa deb umiddaman. Sozga sal mehringiz bo'lsa, Hajixon o'lgan demang. Xorazmlik bo'lsangiz gap, Hajixon o'lgan demang. 6,5 xil maqomga posbon o'lgan demang. Ham suvoriylar ila gezgan. Jahon o'lgan demang. Ikki sohil bulbuli otash zabon o'lgan demang. Shunday ekan, xizmatingizda xalqimizning suyukli san'atkori shu yerda tug'ilib o'sgan. Bugungi kunda o'zining ajoyib kuy qo'shiqlari bilan, betakror ovozi bilan xalqimizni mehr-muhabbatlarini qozonib keltirgan Matqurbon Qilichovni davraga chorlab, qadimiy suvora qo'shiqlardan o'zining ajoyib qo'shiqlarini davraga baxshida do'stlarga so'raymiz. To'yingiz muborak bo'lsin. Mudom uyingizga mehmon sig'masin. Tarixiy yashina mehrimni qo'shdim. Do'stlarimiz kulib, dushman bilmasin. Rahmat. Sizga mushtoq, ince hamroz bugun. Tashlab aylan, sizga mushtoq, ince hamroz bugun. Qo'ldan yurdastangiz, bilishsin bilmaydi.
Gülistan bitse azdır, qancha beyaz to'yim. Gülistan bitse azdır, qancha beyaz to'yim. Siz bilan ochgan chiroy, har qanchamda oz to'yim. Zauji olmasa her kimde zayır sırnazıma. Kime devlet kişi bulsa uçar her yana kanatsız. Kimin vakti kara bulsa onun desti daraz olmaz. Cihan şahı iririz, kenderi daraberi gülü. Gecem şu leyli şirin lakin farhat mecnunen. Yine farhat şirin harfi aşırı munzer. Ama
Başım yere aslanı etsem alem İsrail yadik. Birer sene okuyur Aslı Cemşid dara dik. Ezel sani bulsa bir kaptın yağurdur. O teber ilgiçler her dilde nani yağurdur. Alem alem behrine irşad minnet yağurdur. Yetti uzak merdi aklın avluduna kimse avurdur. Oldu derler rahnamayım merdi sahip yağurdu. Kimi görse tazim oynadın tuğatıklayım. Gemcür bayramlarda eskiye ton diye bilmeyin. İzzet hürmete yüzün için bir muruvvet bulmayın. Yer kulundan kimse dostum uçanı alırmadı. Am kuda benden
yüzün Ağzıda gülme yalan Cürme isyandır eşin Gelin ağaya kılmasın Yoktur al hiçbir ekşin Ağdalan şuurunda oğlum Kılma safa işin Dağdık sen bir dedem Allah'ısın ökül ateşin Gülde derdim olmasın Dağladım bilge ağlıdır Tanrı'dan başka birinin sen var eylemez Secde kılsan gün günahım hiç kaçan zar eylemez İşte bu şiir kim özgeni yar eylemez Sensiz tutkanay birevni hiçbir har eylemez Sen eğer har eylesin her yerde varsın hardır Ay, gülde işlerdim evvel Kamil ıslahın yemez Der yetilmez acı aşkı Sendin üzgâri demez Durumunu ev etmesin Ben mutluna adam yemez Meşraba dergâhi hakçın Râya levlidi yemez Hakkı ala singen Bir sakladan ibad Hakkı ala singen Bir sakladan ibad Para yolları bundan gelen koylarımızda gezip yürüversin diye ümitte devremizni devam kıldırsak. Dostu yar hem demsiz içken abi yavganın ne gerek? Gelmese kardeşlerin üy joy korganın ne gerek? Yürmese doğru yolunda yastıktaşı hendemin Gamzesi can olsa hem ül Gül yüzü canan ne gerek? Ata ana intikip niyet kılıp farzan küter Terbiyesiz olsa kim ül Kızı oğlan ne gerek? Tane girse hastalık vaktinde dava kılmasan Bu azapa pendukem yüz darı derman ne gerek? Şündün günde yanında dostların bulmasa Karındaşla doğaların bulmasa Ündin toy ne gereklidir?